Sirli olim, sirli xazina. Ha, biz hali yaxshi tanimay turib, Rahmonning huzuriga shoshilgan sirli ustoz Yorqinjon qori rahimahulloh. Bu kishini tarixini yaqindan o'rganar ekanmiz. Qani endi bu kishi haqida gapirmasak edi dedik. Chunki bizning ro'yxatda faqat tarixiy shaxslar turadi. Biz o'tganlar hayotini gapiramiz, ibrat olamiz. Tiriklarini esa imkon qadar qadriga yetishga harakat qilamiz. Afsus. Endi esa Yorqinjon domla rahimahullohni ham tarix qatori yodga olishga majburmiz. Keling, biz qanday xazinadan mahrum bo'lganimizni tushunish uchun bir boshidan boshlaylik. Yorqinjon domla Fozilov 1978-yil 6-noyabr kuni Qo'qon shahrida xizmatchi oilasida tavallud topgan. Otasi Obidxon Solih kitobga muhabbatli kishi. Onalari ham ibodatli, solih ayollardan. Ular farzandlarini bolalik chog'idayoq ilmga baxshida qilishgan edi. Oilada moddiy qiyinchilik bo'lgan paytlarda ham o'g'lini biror ishni boshini tutib pul topishga majbur qilmaganlar. Balki ilm tahsil uchun imkon qadar sharoit qilib berishgan. Yorqinjon qori rahimahulloh bolalikdan juda sinchkov, tirishqoq, intiluvchan bo'lgan. Bolalik chog'larida tarbiyasi bilan ko'proq bobosi shug'ullangan. 9 yoshida bobosi Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahriga olib boradi. U yerda yoshgina Yorqinjon domla birov haj safardan olib kelgan Qur'on mushafini ko'rib, shuni menga olib berasiz deb turib oladi. Bobosi shunda katta miqdordagi pulga mushafni sotib olib beradi. Bobosi mana shu ishi bilan islom tarixidagi katta ahli ilmni yuzaga chiqish uchun tamal toshini qo'yadi. Yorqinjon domla nechta kitob, nechta harf o'qigan bo'lsa, ulardan bobosiga albatta ulush bor. Xullas mushaf bilan uyga qaytgach, ushbu kitobni o'qishni o'rganaman deb qasd qiladi. Boshlang'ich ilmlarni olish uchun bir nechta ustozlar qo'lida ta'lim olar ekan, Yorqinjon domla uyga qaytayotganida ustozlari doim uyingizda olgan darsingizni takrorlab, biror kishiga aytib bering deb tayinlashar ekan. U kishi arab tili va shar'iy bilimlardan xabardor yaqinlari bo'lmagani va boshqalarning vaqtini olmasligi uchun ba'zan masjid hovlisida uzun supurgini yerga tiklab, ustiga belbog' tashlab, go'yo oldida eshituvchi turgandek darslarini takrorlardi. Yorqinjon domla rahimahulloh 2001-yili Qur'oni Karimni hifziga kirishib, kuniga 6-7 betgacha yod olgan va 6 oyda yakuniga yetkazib, Qur'oni hofiziga aylangan. Yorqinjon domla rahimahulloh 2003-yili Hindistonga ta'lim olish uchun boradi. Safar oldidan bir kuni tushida Hind o'lkasida uzoq yillar ta'lim olib, butun O'rta Osiyoga ilm tarqatgan ulug' zot, qo'qonlik domla Hindistoniy rahimahullohni ko'radi. Tushida u kishi: "Yorqinjon, siz Hindistonga, men ta'lim olgan joyga borib, ilm o'rganing" deya tavsiya beradi. Yorqinjon domla bu yaxshilikka ishora deb Hind o'lkasiga borishni maqsad qiladi. Hadislarning birida Rasululloh alayhissalom: "Mendan keyin vahiy bo'lmaydi, faqat rost tushlar qoladi. U mu'minlarga yaxshiliklardan bashorat bo'ladi" deydi. Payg'ambar alayhissalomning mazkur so'zlari namunasi Yorqinjon domla hayotida juda ko'p isbotini topgan. Buni yaqinlari juda yaxshi bilishadi. Ko'p bora tush ko'rsa, o'ngidan kelardi. Yorqinjon domla Hind o'lkasiga jo'nashdan avval Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ziyorat qilib, maslahat so'raydi. Shunda Hazrat Hindistonga borishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu kishiga Hindistonda ustozi, Hind ulamolar jamiyati raisi va Devband madrasasi rahbarlaridan biri, zabardast olim Mavlono Arshad Madani hafizahulloh ko'p moddiy ma'naviy yordam bergan va o'zi alohida e'tibor qilib, ustozlarga yo'llab turgan. Yorqinjon domla Hindistonda bir muddat o'qib, Devband madrasasida imtihon topshiradi. Burxoniddin Marg'inoniyning fiqh ilmiga oid Hidoya asarini nuqtasiz nusxasidan imtihon topshirib, berilgan savollarga to'liq javob beradi. Shu bilan madrasaning 8 yillik o'quv dasturining birdaniga 6-bosqichidan tahsilni boshlaydi. Hidoya asarini o'qigan talablar bizni yaxshi tushunib turibdi. U yerdagi ustozlar Yorqinjon domladagi iqtidor va muhabbatni ko'rib, Devband madrasasida yuqori bosqich talabalari darslariga kirishga va xohlagan ustozlardan dars olishga ruxsat berishgan. Xususan Devbandda Hazrat Mavlono Said Ahmad Balompuri rahimahullohdan Imom Termiziyning Sunan kitobini o'qib o'tkazib, ijoza olgan. Hindistonga 8 yil mobaynida qatnab, har safar 4 yoki 6 oydan ta'lim oladi. Qisqa muddatga borsa ham ixlos va jiddiy jahd bilan yillik darsliklarini o'zlashtirib qaytaradi. Keyinchalik hamsaboqlari va ba'zi shogirdlarini ham o'zi bilan olib borib, ularni chuqur ilm o'zlashtirishlariga sababchi bo'ladi. 2015-yil Hindistonda Devband madrasasida bo'lib o'tgan ilmiy konferensiyada Mavlono Said Ahmad Balompuri rahimahulloh so'ziga chiqib, quyidagi oyatni o'qiydi. Sen aytgin, Allohga hamd bo'lsin va u tanlab olgan bandalariga salom bo'lsin. Naml surasi 59-oyat.
Mazkur oyatni tafsir qilib, so'ng mana yorqinni Alloh taolo tanlab olmasa shu yerga o'qish uchun kelardimi? Shunday ekan, uni ko'rganda salom bermaysizmi? Yorqinni ko'rganda salom bermaysizmi deya Yorqinjon domlani ilmi va himmatlarini e'tirof etgan. Diqqat qiling, e'tirofni hazlakam odam bermayapti. Shayx Bolonpuriy kimligini bir qarab qo'ying. Domla Hindistoniy rahimahullohdan keyin bu diyorga Hind ulamolari ilmini olib kelib, ularni yaqindan tanishtirgan Hazrat Yorqinjon domla bo'ladi. Osiyo musulmonlari uchun buddizm, turli hayvonlarga sig'inishi va kinolari bilan ma'lum bo'lgan Hindiston Yorqinjon domla orqali qayta kashf qilindi. Bir kuni Yorqinjon domla Misrga borish haqida o'ylaydi. Bir ishni qilishdan avval u kishi istixora qilardi. Mana shu ish uchun ham istixora qilganida tushida ushbu safarda xayriyat borligiga ishora qilinadi. Bundan xursand bo'lib, bozordan uyiga hadiyalar olib kelib, onasini ziyorat qiladi. Onasining kayfiyati ko'tarilib xursand turganida, "Onajon, men Misrga borish uchun bilet olyapman" deydi. Onasi shunda "Juda yaxshi qilibsan. Safaring bexatar bo'lsin" deya duo qiladi. O'sha yili avgust oyida Qohiraga bordi va farzandlarini Azhar ta'lim dargohiga o'qishga joylab, o'z darslarini ham yo'lga qo'ydi. Misrning yetuk olimlarining dars halqalariga qatnab, ilmga sho'ng'iydi. Farzandlarini Misrga olib borib, o'qishga joylab, bir muddatga O'zbekistonga o'zi qaytadi. Oradan biroz vaqt o'tib, bir kuni onasi bilan o'tirganida, "Ona, bolalarimni sog'inyapman" deydi. Onasi shunda o'g'liga, "O'g'lim, ularni tashlab kelganingga qancha bo'ldi?" deb so'raydi. U kishi 2 oy bo'lib qoldi-yo deb javob beradi. Shunda onasi o'g'lining ko'zlariga qarab, "Men seni 15 yil kutganman o'g'lim. Farzandni sog'inish qanday bo'lishini sen endi tushunyapsan" deydi. Onasidan ham Alloh rozi bo'lsin. Yorqinjon domla axloq haqida so'z yuritilsa, dastlab kamtarligi va tavoziligini aytish o'rinlidir. U kishi barchaga birdek muomala qilar, hatto o'zdan kichiklarga ham aka deb murojaat qilar, birovga aslo buyruq ohangida muomala qilmasdi. Bir kuni Omonjon hoji dada bilan Ramazonda bir joyga iftorga borib qoldi. Shunda qori dada u kishiga, "Mulla Yorqinjon, dasturxonning haqqi ado bo'lib qolsin. Siz bir hadis ayting, keyin men bir hadis aytaman. Keyin duo bersangiz, tarovih vaqti ham bo'lyapti, kechga qolmaylik" deydi. Yorqinjon domla, "Hoji dada, siz boshlang. Siz turganda biz so'z boshlay olmaymiz" deydi. Hoji dada bitta hadis aytib, "Endi siz ayting" deganida, Yorqinjon domla, "Meni zehnimga kelmayapti. Yana o'zingiz ayta qoling" deydi. Shunda hoji dada yana bir hadis aytib duo qiladi. O'rnidan turishayotganida Yorqinjon domla darrov hoji dadaning qo'lidan tutib yordamlashadi. Shunda hoji dada Yorqinjon domlaning quloqiga pichirlab, "Yorqinjon, siz ko'p hadislarni o'qigansiz. Men buni yaxshi bilaman. Bugun odobingizni ko'rsatdingiz. Alloh sizga shunday odob berganda" deya haqqiga duo qilib chiqib ketdi. Kattalar oldida bunday kamtarlik ko'rsatish Yorqinjon domlaga xos xulqlaridan edi. Shayx Yorqinjon domla ilm izlash bilan bir qatorda uni tarqatishga ham alohida ahamiyat qaratgan. U kishining yozgan kitoblari va tarjimalari ko'p kitobxonning mehrini qozongan. O'zbekiston muftiysi Nuriddin domla Xalqnazarov u kishi haqida gapirarkan, vafotlaridan keyin mendan u kishi haqida so'rashdi. "U kishi kim edi? Biz tanimagan ekanmiz" deb so'rashdi. U kishi O'zbekistonning sanoqli ulamolaridan biri edi. Arab, urdu tillari va fiqh, aqoid fanlarining zo'r mutaxassislaridan biri edi. Hayotlik chog'ida shunday olimni qadriga yetib, foydalana olmadik, deydi Hazrat Muftiy Hafizahulloh. U kishida yana bir ajib sifat bor edi. Inson ilm o'qishi mumkin, lekin notiq bo'lish bu alohida fazildir. Notiqlik o'qigan, eshitgan yoki ko'rgan narsasidan eng nozik, muhim jihatlarni anglab, eslab qolish va yetkazib bera olishdir. U kishida mazkur xislat yetuk darajada shakllangan bo'lib, professionallarga xos edi. Kunlarning birida Misrda Yorqinjon domla rahimahulloh Rasululloh avlodlaridan birini ziyorat qiladi. Ertasi kuni bu haqida kecha Solih Ja'fariyni payg'ambar alayhissalomning avlodlaridan ekan deya ehtirom va muhabbat bilan ziyorat qilgan edim. Bugun Rasululloh alayhissalom tushimga kirdi. Ko'pchilik bilan turgan ekanmiz. U zot to'g'ri kelib men bilan ko'rishib ketdi deb aytib beradi. Yorqinjon domlani alohida e'tirof qilish kerak bo'lgan xususiyatlaridan yana biri, bilmagan narsasini osongina bilmadim der va ba'zan oddiy narsani bilmasa, boshqalardan so'rashdan uyalmas, malomat qilinishi mumkinligini mulohaza qilib o'tirmasdi ham. Yorqinjon domlaning ajib bir sifati bor edi. Aytish joiz bo'lsa, karomatlari bo'lgan. Agar kitob mutolaasida yoki biror masalada tushunmovchilik paydo bo'lsa, uxlardi va tushida ustozlardan uning yechimini so'rab bilib olardi. Ixlosi va ilmga muhabbati tufayli Alloh azza va jalla shunday ko'p xislatlari bilan mukofotlagan edi. Hazrat Yorqinjon domla 2021-yili
Qirg'izistondagi ulamolar va o'tgan ulug'larning qabrlarini ziyorat qilish uchun safar qiladi. U yerda 10 kun turib, Qirg'izistonning Batken viloyatiga yo'l oladi. 16-iyun. O'sha kunni yuraklarimizga og'ir xabar bilan qarshi oldik. Ilm yo'lida umrni sarflagan, so'zi bilan nur, amali bilan ibrat bo'lgan ulug' olimimiz kutilarsiz avtohalokatga uchraydi. U kishi har kungidek o'z amalini bajarish uchun yo'l olgan, savobli ishlari yo'lida harakatda edi. Ammo taqdirning rejasi boshqacha ekan. Yo'lda yuz bergan keskin holat tufayli domlaning mashinasi to'xtashi, yo'ldagi o'sha qisqa on, bir nafaslik vaqt u zotni bizdan uzib qo'ydi. Xabar barchaga chaqmoqdek yetib bordi. Shogirdlarining yuragi titrab ketdi. Bu xabarni tinglagan minglab insonlar ishongisi kelmasdi. Chunki bunday nurli insonning ketishiga hali hech kim tayyor emasdi-da. Hali juda yosh bo'lgan ilm sandig'i endigina ochilishi bilan bu xazinaga sizlar hali loyiq emassiz degandek Alloh o'z zotni bizdan olib qo'ydi. Olimning o'limi olamning o'limidir. Alloh bandalaridan ilmni birdaniga sug'urib olmaydi. Olimlarni olish bilan ilmni asta-sekin ko'tarib boradi. Alloh o'zi saqlasin. Yorqinjon domlaning hayoti ilmga bag'ishlangan edi. Vafoti esa barchani larzaga soldi. Ammo u zotning qoldirgan merosi, kitoblari, darslari, ibratli nasihatlari hech qachon o'chmaydi, unutilmaydi. Yorqinjon domla janozasida ko'plab ulamolar bilan birga juda katta jamoat qatnashdi. Unda ustozi Qo'qonlik Ibrohimjon domla hafizahulloh bir hodisaga guvoh bo'lgani haqida shunday aytib beradi. Vafotlaridan keyin oldilariga kirib, "Uka, bizdan rozi bo'ling" desak, yuzlari chiroyli holatda tabassum qilib qo'ydi. Buni ko'rib Allohu akbar dedik. Bunga ko'pchilik guvoh bo'ldi deydi. So'nggi manzilga kuzatilgach, ko'pchilik ulamolar, yaqinlari, shogirdlari Yorqinjon domlani oxiratda najot topgani va yuksak martabaga erishganidan bashorat beruvchi tushlarni ko'rishganini aytishgan. O'sha tushlardan birida u kishi xursand holda imtihondan oson tarzda o'tgani va rohatda ekanini aytgan. Alloh o'zi mukofotlasin. Yaqinlariga sabr jamil bersin. O'zbekiston musulmonlarining yorqin yulduzlaridan Yorqinjon domla rahimahulloh.